Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi va Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda Olmazor tumanida qimorxona faoliyatiga chek qo'yildi. Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati jinoyat qidiruv boshqarmasi tomonidan Toshkent shahrida xavfsiz muhitni yaratish, uyushgan jinoyatchilikka chek qo'yish, kriminogen vaziyatni yaxshilashga qaratilgan bir qator tezkor tadbirlar o'tkazilmoqda. Xususan, Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi va Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan poytaxtning Olmazor tumanida o'tkazilgan tezkor tadbirda qimorxona faoliyatiga chek qo'yildi. Ma'lum bo'lishicha, 1998-yilda tug'ilgan gumonlanuvchi Olmazor tumani Dilsaroy ko'chasida joylashgan xonadonlarning birida tavakkalchilikka asoslangan o'yinlarni qonunga xilof ravishda tashkil etib, qimor o'ynovchilarga sharoit yaratib berganligi aniqlangan. Tezkor tadbirda pullar, rezina tayoq, o'yin kartalari daliliy ashyo sifatida olingan. 4-5 oydan beri birikta akalar bilan qimor o'ynayotgandik. O'sha o'yinda tashkillashtirib o'ynadim. Qilgan ishimdan pushaymonman. Taqiqlanganini bilardim. O'sha pul kerak edi ehtiyojimga. Bu qilgan ishimdan afsusdaman. Bu narsani hech kimga tavsiya qilmayman. Xonasiga bizani olib kirib, o'sha yerda o'ynaylik dedi. Shu oshnoqlarimiz bilan keyin bo'ri o'ynadi. Ozgincha 1-2 so'm pul tikildi. O'shanga ozgincha puldan o'ynadi. Endi men afsusdaman, unaqa qilishimdan noqonuniy ish qo'yganimizdan afsuslanaman. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 278-modda, ya'ni qimor va tavakkalchilikka asoslangan boshqa o'yinlarni tashkil etish hamda o'tkazish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Toshkent shahrida bu kabi tezkor tadbirlar davom ettirilmoqda. Chilonzor tumanida talonchilik jinoyati issiq izidan fosh etildi. Hozirgi lavhamiz shu haqda. Poytaxtning Chilonzor tumani Yakkabog' mahallasi erta tong soat 6:00. Shu hududdagi ovqatlanish shoxobchasida ishlovchi fuqaro Choriyeva yoniga yaqinlashgan noma'lum shaxsni navbatdagi mijoz deb o'ylaydi. Ammo kutilmaganda u ayolning bo'ynidagi qiymati 10,200,000 so'm bo'lgan tilla taqinchoqni yulib olib, noma'lum tomonga qochib ketadi. Jabrlanuvchi zudlik bilan ichki ishlar organlariga 102 raqami orqali murojaat qiladi. 5 minutga qolmay yetib keldi. Xodimlar hammasi ishga tushib ketdi. Oradan chiqqancha o'tmay xabar keldi, bola topildi deb. Ushbu holat yuzasidan tezkor qidiruv tadbirlari davomida 2006-yilda tug'ilgan Mamatqulov ushbu jinoyatni sodir etganligi aniqlandi va tezkor qidiruv tadbirlari davomida shu fuqaro Toshkent viloyati Yangiyo'l tumanida ushlandi. Ushbu holat yuzasidan hujjatlar rasmiylashtirib, Chilonzor tumani tergov bo'limiga taqdim etildi. Ma'lum bo'lishicha, ushbu jinoyatni sodir etgan shaxs Qashqadaryo viloyatida yashovchi fuqaro bo'lib, u muqaddam O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-moddasi bilan sudlangan. Biroq tayinlangan jazodan o'ziga to'g'ri xulosa chiqarmasdan yana jinoyat yo'liga kirgan. Bugun Toshkent shahrining har bir hududi, mahallasi kuzatuv kameralari ostida. Jinoyat sodir etgan shaxs kameralar nigohidan yashirina olmaydi. Poytaxtga kelib, yengil daromad topish maqsadida jinoyat sodir etgan shaxslar uzoqqa qocholmaydi. Bunga ushbu voqea yana bir bor misol bo'ldi. Talonchilik qilgan shaxs ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan qisqa vaqt ichida qo'lga olindi va uning keyingi jinoiy faoliyati to'xtatib qolindi. Qochib bo'lmas ekan baribir. Bir kunda topishdi. Maslahat beraman, hech kimga bunaqa ish qilmasligini, halol mehnat bilan yashash kerak ekan baribir. Birovning mulkiga go'zal aytirish yaxshilik bilan tugamaydi oxiri. Qilgan ishimdan pushaymonman. Dushmanimga ravo ko'rmayman bunaqa holatda. Xalqimizdan, o'sha opadan ham hammadan kechirim so'rayman. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 166-moddasi, ya'ni talonchilik bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan va dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Uning yakuniga ko'ra qonuniy qaror qabul qilinishi ta'minlanadi. Xodimlarimizga hammasiga topib bergan uchun hammasiga rahmat aytaman. Yosh bolalarga iltimosim, hech qachon birovning narsasiga ola qaramasin deyman. Jinoyat sodir etgan shaxs jazodan qochib qutula olmaydi. Mazkur holat yana bir bor shuni ko'rsatadiki, jamoat joylarida xavfsizlikka e'tiborli bo'lish va har qanday shubhali vaziyatda zudlik bilan huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qilish jinoyatni issiq izidan fosh etishga xizmat qiladi. Yashnobod tuman ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida kriptoaktivlar savdosi bilan noqonuniy shug'ullangan shaxs qo'lga olindi.
Yurtimizda kriptoaktivlar bilan qonunga xilof ravishda faoliyat yuritish javobgarlikka sabab bo'ladi. Shunga qaramasdan ayrim shaxslar litsenziyasiz kriptovalyutalar aylanmasi bilan shug'ullanib kelmoqda. Xususan, Toshkent shahri Yashnobod tumani Ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi, kiberjinoyatchilikka qarshi kurashish bo'linmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor qidiruv tadbirlari davomida 6 milliard 700 million so'mdan ortiq miqdordagi kriptoaktivlar aylanmasini amalga oshirgan shaxs ushlandi. Tekshiruvlar jarayonida 2004-yilda Sirdaryo viloyatida tug'ilgan, hozirda Toshkent shahrida yashovchi fuqaro Beknazarovning iPhone 17 Pro rusumli telefoni xolislari ishtirokida ko'zdan kechirildi. Unda fuqaro smartfoniga o'rnatilgan ilovalar va turli akkauntlar orqali katta miqdorda kriptoaktivlar aylanmasi bilan shug'ullangani aniqlandi. Jumladan, gumonlanuvchi P2P orqali noqonuniy kirim-chiqim operatsiyalari yordamida jami 556 ming USDT dan ko'proq mablag'ni o'zlashtirgan. Mazkur summa 6 milliard 700 million so'mdan ziyodni tashkil etgan. Ushbu tezkor tadbir davomida Sirdaryo viloyatida tug'ilgan fuqaro uyali telefoni ko'zdan kechirilganda, uyali telefonida Bitget ilovasidan noqonuniy kriptoaktiv faoliyati bilan shug'ullanayotganligi aniqlandi va unga nisbatan kerakli hujjatlar to'planib, Yashnobod tumani tergov bo'limiga topshirildi. HTX va Bitget kripto birjalarida P2P amaliyotlarini bajardim. Shug'ullanayotganimda yo'q bilmasdim noqonuniyligini. Ichki ishlar xodimlari noqonuniyligini, buni ortidan qanaqa oqibatlarga olib kelishini tushuntirishdi. Hozirda qilgan ishimdan pushaymonman, bu ishni boshqa qilmoqchi emasman. Hozirda mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 278 prim 8 moddasi bilan, ya'ni kriptoaktivlar aylanmasi sohasidagi qonunchilikni buzilishi jinoyatini sodir etganligi uchun jinoyat ishi qo'zg'atildi. Gumonlanuvchiga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi tanlangan. Tergov davom etmoqda. Eslatib o'tamiz, kriptoaktivlar aylanmasi sohasida litsenziyalovchi vakolatli organ O'zbekiston Respublikasi Istiqbolli loyihalar milliy agentligi hisoblanadi. Litsenziyasiz kriptoaktivlarni sotib olish, sotish, ayirboshlash yoki mining faoliyati bilan shug'ullanish qonunga xilofdir. Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi patrul post xizmati xodimi uzoq yillardan beri qidiruvda yurgan shaxsni qo'lga olindi. Hozirgi reportajimiz shu haqda. Patrul post xizmati xodimi navbatchilikka chiqqan hech bir kun odatdagidek o'tmaydi. Shahar bo'ylab sodir etilgan yana bir holat ichki ishlar organlarida xizmat qilish qanchalik fidoyilik talab qilishini ko'rsatdi. Voqea yagona tezkor boshqaruv markaziga tashvish signali kelib tushganidan boshlandi. Ma'lumotlarga ko'ra, bosqinchilik jinoyatini sodir etib 3 yildan buyon qidiruvda bo'lgan shaxs poytaxt ko'chalaridan birida aniqlangan va patrul post xizmati xodimining planshetiga ushbu shaxsni qo'lga olish haqidagi topshiriq kelib tushdi va u darhol yo'lga chiqdi. Jinoyatchi esa xavfni sezib, ustidagi nimchasini boshiga tashlab, tezda avtomashinada qochib ketishga urindi. Holat bo'yicha joyiga tezkorlik bilan borib, fuqaro qidirilganda, ushbu fuqaroga o'xshaganligi uchun bir nafar bizga noma'lum bo'lgan fuqaroni shaxsini tekshirish maqsadida to'xtatdik. Keyinchalik fuqaro bizga shaxsini tasdiqlovchi hujjatini taqdim qilmasdan qochishga urindi. Holat yuzasidan fuqaroni qonun tartibida ushlash maqsadida ortidan quvdik. Fuqaro o'ziga oldindan tanish bo'lgan bir nafar fuqaroning avtomashinasiga o'tirib, ichki tomondan qulflab olganligi sababli bir necha bor to'xtash ishorasi berganligimizga qaramasdan, mashina haydovchisi harakatni davom ettirganligi sababli qonun tartibida jismoniy kuch ishlatish yordamida mashina ochilib, qidiruvda bo'lgan fuqaro ushlab qolindi va tegishli tartibda qidiruvdagi fuqaro tuman ichki ishlar bo'limiga topshirildi. Yosh xodim sarosimaga tushmadi. U fursatni poylab hal qiluvchi harakatni amalga oshirdi. Qo'lga olish joyida jinoyatchi qochishga bo'lgan urinish befoyda ekanini tushunib yetdi. Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi yagona tezkor boshqaruv markazi imkoniyatlari tufayli shu kabi holatlar issiq izidan aniqlanib, jinoyatchilarning qonun oldida javob berishi ta'minlanmoqda. Bu kabi xodimlar adolat posbonlari nomiga chindan haqlidir. Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasiga kelib tushgan murojaatga ko'ra, poytaxtning Yunusobod tumanida o'g'irlik jinoyati sodir etilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, tumanning 2-mavzesida joylashgan mas'uliyat cheklangan jamiyatidan noma'lum shaxs ichida 50 ming AQSh dollar miqdorida pullar bo'lgan seyfni o'g'irlab ketgan.
Ichki ishlar organlariga kelib tushgan xabar asosida Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati Jinoyat qidiruv boshqarmasi tomonidan jinoyatda gumonlanganlarni aniqlash va jinoyatga jazo muqarrarligini ta'minlash maqsadida tezkor qidiruv tadbirlari o'tkazildi. Natijada mazkur jinoyat tashkilotchisi 1988-yilda tug'ilgan Bobir ismli shaxs, 2000-yilda tug'ilgan Sherzod va mazkur mas'uliyat cheklangan jamiyatida haydovchi lavozimida ishlovchi Abdurahmon ismli shaxs ham qo'lga olingan. Ma'lumotlarga ko'ra, mazkur jinoyat sodir etilishi va pullarni o'g'irlanishida mazkur mas'uliyat cheklangan jamiyatida haydovchi bo'lib ishlovchi Abdurahmon ismli shaxs ham qo'shtirnoq ichidagi yordamini bergan. Ya'ni ofisga pullarni o'g'irlashga kelgan Sherzod ismli shaxsga samokat, buyurtma yetkazuvchilar sumkasi va shlem kaskasini bergan. Mazkur shaxs esa tunda Yunusobod tumanida joylashgan ofisga kelib, yerto'lada ichida 50 ming AQSh dollar puli bo'lgan seyfni olib voqea joyidan yashiringan. Shaharni bedarvoza deb bilgan mazkur shaxslar endilikda qilmishlariga qonun oldida javob beradi. Sodir etilgan har qanday jinoyat tezkor qidiruv xizmati tezkor vakillari tomonidan albatta fosh etiladi. Kuni o'tirdik kafeda. 22-kuni kech payt rohatda Sherzod bilan ko'rishdik. Sherzod o'zini o'sha skuter, shlem, o'sha anaqalari bilan keldi. Hamma ma'lumotlarni ularga kelgan aytdim men. Keyin o'sha kuni kalitni so'rashsa kalitni berdim ularga. Kalitni bergandan keyin oradan 3 kundan keyin ular kalitni menga qaytarib berishdi. Seyfni qayerdaligini so'rashuvdi, aytdim seyfni qayerdaligini, shunaqa podvalda deb. O'zim avtomashinamda men Yunusobod 2-dahaga borib, Sherzodni qo'ydim va ofisga u kirib ketdi, men ketdim. Shahrsanskiyda uni men kutib turdim. Shu Yunusobodda aytilgan joyga bordim, ofisga o'g'irlik uchun. Bu yerga kirib, to'g'riga kirib, podvalga tushib, seyfni buzib, sumkaga solib, olib chiqib ketdim. U Shahrsanskiyga keldi va men seyfni oldim. Men 4 mingni oldim, Malika bozorini oldida. Ahmoqlik qildik-da, ahmoqlik, kalta fahmlik qildik bu yerda, oqibatini o'ylamadik. Umuman qaytib bu yo'lga hattoki yuzimni ham burmayman, men va'da beraman, qasam ichaman. Qattiq adashdim-dir. Faqat bir marta imkoniyat beringlar, iltimos. Uyatga qoldim, oilamdan, farzandlarim oldida uyatga qoldim. Hurmatli prezidentimizdan kechirim so'rayman. Xalqdan, oilamdan, farzandlarimdan. Hozir qattiq pushaymondaman. Prezidentimdan, xalqimdan kechirishlarini yana bir marotaba so'rab qolaman. Mazkur holat yuzasidan Yunusobod tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Mazkur moddaga ko'ra sud hukmi bilan 15 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi nazarda tutilgan. Qonun ustuvor, jinoyatga esa jazo muqarrar. Siz UzReport TVda navbatchilik qismi ko'rsatuvining yangi sonini tomosha qildingiz. Ko'rsatuvimizni shuningdek Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari orqali ham tomosha qilishingiz mumkin bo'ladi. Xayr, hamisha salomat bo'ling.